Shunday o'ylab qarasam, internetda The Boys, ya'ni Yigitlar seriali haqida video tahlil yo'q. Men esa buni tuzatmoqchiman. Ya'ni men har 5 sezon uchun alohida video qilaman. Ya'ni Yigitlar seriali haqida bu kanalda 5 ta video bo'ladi. Hammaga salom. Best kinolar kanali yana sizlar bilan. Bugungi video roligimizda Yigitlar seriali haqida gaplashamiz. Serialdagi barcha voqealarni tahlil qilamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Men videoni boshladim. Raketda Hughning sevgilisi Robinni o'ldiradi. Shu voqeadan keyin Hugh Campbell qasos olishga harakat qiladi. Billy Butcher Hughni o'z guruhiga qo'shadi. Maqsad Vought va super qahramonlarning jinoyatini fosh qilish. Starlight 7lik jamoasiga qo'shiladi, lekin tubsiz unga zo'ravonlik qiladi. Shu bilan Starlight aslida bu yer xato tizim ekanini tushunadi. Billy Butcherning jamoasi 7likdan shaffofni qo'lga oladi. Uni oddiy usul bilan o'ldirib bo'lmagani uchun tanasi ichiga portlovchi modda joylashtirib, uni portlatishadi. Bu Hughning birinchi qotilligi bo'ladi. Homelander yashirincha terrorchilarni V zardobi bilan kuchaytiradi. Maqsadi dunyoda super terrorchilar paydo bo'lib, hukumat terrorchilarni armiyaga qabul qilishga erishish edi. Butcherning jamoasi Kimikoni topadi. Ma'lum bo'lishicha, u ham V zardobi tajribasi qurboni bo'lib chiqadi. Keyinchalik u guruhning eng kuchli a'zolaridan biriga aylanadi. Eng katta sir ochiladi. Super qahramonlar tug'ma emas, Vought chaqaloqlarga yashirin ravishda V zardobini yuborib, ularni super qahramonlarga aylantiradi. Bu butun dunyoni larzaga soladigan haqiqat edi. Homelander yo'lovchi samolyotini qutqara olmaydi, lekin odamlarni saqlab qolish o'rniga ularni o'lishga tashlab ketadi. Keyin esa bu fojiadan siyosiy foyda olishga urinadi. Bu uning shafqatsizligini ko'rsatadigan eng muhim sahnalardan biri. Starlight Hughni sevib qoladi va oxirida shu bilan Starlight butunlay Voughtga qarshi tomonga o'tadi. Homelander Madeline'ni o'ldiradi. U o'zini aldanganini bilgach, ko'zidan lazer chiqarib, uni o'ldiradi. Finaldagi eng katta burilish bu. Butcherning xotini Becca o'lgan deb o'ylagan edi. Aslida u tirik bo'lib chiqdi va Homelanderdan tug'ilgan Ryan ismli o'g'li bilan yashayotganini ko'radi. Shu voqea ikkinchi faslning asosiy syujetiga aylanadi. Bu birinchi faslni deyarli barcha asosiy voqealari, ikkinchi fasl esa bundan ham murakkabroq bo'lib, unda Butcher aslida kimligi, Becca va Ryan Homelanderning tobora aqldan ozishi va finaldagi eng katta jang haqida batafsil tahlil qilamiz. Shunday ekan, videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha